8. para. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ularga yani kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rindigan taqdirdimi Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni o'qimaydi. Shuningdek, yana bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Agar Parvardigoring xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hil-mikrlar bilan qo'yib bergan. Alloh sana ularga qarshi yordam beradi. Oxiratda iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Ey Muhammad, ularga aytganki, Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilguvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, uning ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hergizmi shak qilguvchilardan bo'lmagin. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Alloh bandalarining so'zini anglab turg'uvchidir, ahvolini bilib turg'uvchidir. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdiradi. Ular faqat gumon qila agishidi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zaruriyat bo'lmaguncha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nimishqa yemaysizlar? Nurg'un kishilar nafsi xohishiga egishib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdiradi. Shubhisizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol, harom deb haddidan oshquvchilarni obdan biladi. Oshkor va yoshirin gunohlarni tark etinglar. Shubhisizki, gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ey mu'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, yana mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvasa qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Aslida o'lik, ya'ni kofir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shunday chiroyli ko'rsatildi. Hil-mikr ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hil-mikrlari o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hil-mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammad alayhissalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiza kelgan chaqda, ular bizga mo payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmagicha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Alloh payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla-mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Alloh kimni ozdirmoqchi bo'lsa, u go'yo osmonga chiqayotgandek uning ko'ksini taraytib o'tadi. Iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdan qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Alloh mushundaq azoblaydi. Bu yana islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. Ibrat oladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qildik. Parvardigoringning dargohida ularga darussalom, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Alloh insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni eslagin. O kunda Alloh aytadiki: "Ey jinlar jamoasi,
Sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar, ularning insonlardan bo'lgan do'stlari. Ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilgan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik deydi. Allah do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda bu yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki, sening Parvardigoring hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguvchidir. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalantirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga sep qo'yamiz. Allah aytadiki: "Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchirishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan, ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Bu shuning uchunki, Parvardigoring shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarda zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'afil emas. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Rahmat egasidir. Agar u xolisa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'yadi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qin maydonga keladi. Sizlar qochib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki: "Ey qavmim, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar. Ya'ni kufringlarda ching turinglar. Menmi cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman, ya'ni menmi o'z da'vatimda ching turaman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga yetolmaydi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chorpaylardan Allah uchun bir hissa, butlari uchun bir hissa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarning nisibasidan Allohnikiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nisibasidan butlarnikiga qo'shishga bo'ladi. Mushriklar Allohga atagan hassidan butlarga atagan hassiga bir narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassi ichida qoldiradi va Allah boy, buningga muhtoj emas deydi. Butlarga atagan hassidan Allohga atagan hassiga bir narsa qo'shilib qolsa, uni butlarining hassiga qaytarib o'tadi. Ularning qarori nima degan qabih? Mushriklarning sheriklari, ya'ni shaytonlar mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalaymuqallashtirish uchun ularning nurg'unlarga bolalarini o'ltirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga chaplagan yolg'onlar bilan birga tark etdi. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarni yeydi, bu hayvonlarni minish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi dedi. Ular Allohga yolg'on chapladi. Allah ularni yolg'on chaplaganliklari uchun jazolaydi. Ular bu hayvonlarning qursig'idagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtaqdir, ya'ni uni hammaylar teng yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on chaplaganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Shubhisizki, Allah hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguvchidir. Hamoqatlik va nodonliklardan bolalarini o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Allah rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi, hidoyat topmadi. Allah bedishlik va bedishsiz bog'larni barpo qildi. Mevalari, dallari, rangi, ta'mi va hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan
zeytun va anorlarni yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar, mevaning usulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning haqqini ado qilinglar. İsraf qilmanglar. Allah haqiqatan israf qiluvchilarni yoqtirmaydi. Allah çarpaylarni, yung ko'tirdiganlarni, bo'g'izlanadiganlarni yaratdi. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yenglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil çarpayni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'shqar va sog'liq. O'shkidan 2, tekki va urg'aych. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'shkidan 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki o ikkisining qursig'idagi qo'zi bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beqinglar. Allah sizlarga to'gidan 2ni, kaladan 2ni, yana erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qursig'idagi bo'tloq bilan mo'zaynimi? Yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamdimi zolim kishi bormi? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi, cho'shqa nejis yemakliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'shi paskinidir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan, gunohga sabab bo'lgan moldan boshqasini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va beixtiyor holda hayotini saqlab qolg'dak yesa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qiluvchidir, bandalarga mehribondir. Yahudilarga tum tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay, tum tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylardagi yoki sunkiga chaplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini naq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan. Ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ey Muhammad, agar ular ya'ni Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirab jazolamaganlikdan keng rahmat egasidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan. Mushriklar agar Alloh xolisi edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burungi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib azobimizni tetig'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq inkor qilgan edi. Ularga aytganki, so'zinglarning rostligiga pokitanglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumon qilib asoslansizlar, Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytganki, sizlarning pokitanglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Allah buni harom qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degan. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagan. Ular Parvardigoringga sherik keltiradi. Aytganki, sizlar kelib anglanglar. Allah harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar, nomuratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkor va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ltirmanglar. Haqli ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning melini u quramiga yetib aqli yetliganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozni to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan cheg'inglarda adil bo'linglar.
hüküm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdimi Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. İbret elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ondan ular yana Isroil avlodi o'z Parvardigoriga muloqot bo'ladiganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsasini tafsili bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qiluvchilardan bo'lish uchun uningga ergishinglar. Onunğa muxolifiyatchilik qilishdan saqlaninglar. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifga, ya'ni Yahudilar va Nasorilarga kitob nozil qilingan, ularning o'qigan kitoblardan bizning rostilla xabarimiz yo'q demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular faqat o'lim faristalarining yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning etgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutamiz degan. Dinda bo'lgunchilik qilib, turli farqlarga ayrilganlardan sen ado judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir. Keyin, ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'zlariga aytib beradi. Birey yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Birey yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga barobar jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dillardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamotim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuninga, ya'ni yolg'iz Allohga xos ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh hamma narsaning Parvardigori tursa, uningdan boshqa Parvardigor talab qilamdiman? Her odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Sizlar datalash qilgan haq bilan nohaqni o sizlarga aytib berdi. Alloh sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosari qildi. Alloh sizlarni bergan ne'matlar bilan sinash uchun ba'zinglarni ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osilik qiluvchilarni albatta tez jazolovchidir, itoat qiluvchilarni albatta mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyat mehribondir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. 7-sura A'rob. Makkada nozil bo'lgan 206 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif, Lam, Mim, Sad. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing, mu'minlarga vaz-nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nozil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab yurkingiz qilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergishinglar. Allohni qo'yib jillardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga ergashmanglar.
sizlar vaz nasiyatni oz qabul qilasizlar. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechisi yoki tushligi uxlayotgan chog'larda keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi, sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardan bu albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchindiqligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar najot topquvchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Shubhisizki, sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundaq ne'matlari bor turug'liq, uningga nihoyat oz shukr qilasizlar. Shubhisizki, biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga, har odamga hurmat bildirish yuzidan sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. O sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Allah iblisga, seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nimishqa sajda qilmading dedi. İblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan, uni loydan yaratding dedi. Allah iblisga aytdi: sen bu yerdan yana jannatdan tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishga bo'lmaydi. Yo'qol, sen haqiqatan pastkashlardansan. İblis man kishilar qayta tirildirildigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin dedi. Allah sana muhlat berildi dedi. İblis aytdi: meni ozdirganliging sababli ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim to'g'ri yo'ling ustida o'ltiraman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qiluvchilar emasligini ko'rasan. Allah aytdi: jannatdan ayiblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana agashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman. Ey odam, sen ayoling bilan ikkinglar birga jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar. Ondan shayton ularning yepiqliq avratlarini ichib etish uchun ularga vasvasa qildi. Shayton aytdi: Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni ma'ni qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinlar ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga qoyib: men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni ma'ni qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim deb nido qildi. Ular: Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Allah aytdi: sizlar bir-biringlarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajilinglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar. Allah aytdi: yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lusizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilsizlar. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalarga satri avrat uchun libos yaratdik. Ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib jannatdan chiqarayotgandek sizlarni ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini soldirib o'tgan edi.
Şeytan ve onun qo'l ostidagilar sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki, biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Ular yana mushriklar. Biror yomon ishni qilgan chaqlarda ota-bobolarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Allah bizga mushunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan yolg'on aytamsizlar? Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim meni adil bo'lishga buyurdi. Har sajda qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Allah dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishli bo'ldi. Chunki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutdi. Shundaq turg'uliq ular o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avrtanglarni satr qilib turadigan kiyimlaringlarni kiyinglar. Yenglar, ichinglar isrof qilmanglar. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin, pak rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan. Garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allohning bir va sheriki yo'q ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni shundoq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkor va yoshirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chiqilishni, Allohning sheriki bo'lishga Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarni, Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni, Allah nomidan qalayimqon so'zlashni harom qildi. Har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammo ilgari keyin bo'lmaydi. Ey odam bolalari, ishchanglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga qo'rqinish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, onunğa iman etishga gardankashlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolg'usidir. Allohga yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardan zolim kishi bormi? Ular lavhul mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda dedi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi dedi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik beradi. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi. Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kiradi ekan, u o'zidan ilgirki ummatga uningga ergishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni ergashguvchilar ilgir kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qartib, ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ishkasi do'zax azobi bergin deydi. Allah hammaga ishkasi azob beriladi, lekin sizlar azobning vahshtini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgirkilar keyinkilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q, ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshaymiz, qilmishinglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Shubhisizki, bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Toki to'gi yingnining to'shigidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ana shular jannat ahlidir. Ular jannatda hamisha turadi. Biz hech kimga kuchi yetmaydigan ishni yuklamaymiz. Ularning ko'ngillardagi o'shmanliklarini ep tashladik. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanlari eqib turadi. Ular jimi hamda sana,
bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsin-ki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Haqiqatan Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni olib keldi deydi. Ularga qilingan amallaringlar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilinadi. Ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakochi ularning orasida mundaq deb jakolaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning agir yo'lda bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli arrob bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga buralganda, "Ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmagin" deydi. Arabdikilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simosidan tonildigan davzihi odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliginglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'laydi. Arabdikilar do'zaxiylarga mu'minlarning peqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erishamaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusidan qo'rqinish yo'q. Sizlar g'am andishi qilmaysizlar deyildi deydi. Ahli do'zax ahli jannatga "Su dunyoga Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga biroz qo'yib bersanglar" deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchi qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutamiz, yana ularni do'zaxda qoldiramiz. Ularga kitobni, Qur'onni berdik. Uni yana Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat qildik va rahmat qildik. Ular yana kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar Parvardigorimizning elchilari haqiqatni olib kelgan edi. Biz ularga iymon etmabdik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftiro qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki, Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, yana 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Allah kechi bilan, kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashadi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundiruvchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Parvardigoringlarga tuvanchilik bilan yoshirin duo qilinglar. Duo qilganda kelsi-kelmas so'zlab, tovlab haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlarni avatib yer yuzini tuzigandan keyin yer yuzida bozg'unchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Allah bishoratchi qilib shamollarni avatadi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qojirab ketgan giyosiz joylarga suramiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turlik mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. Munbat yerning giyohi Allohning izni bilan to'liq o'nadi. Bu vaz-nasiyatga quloq selib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Nachar yerning giyohi oz o'sadi. Bu vaz-nasiyatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni bu shunday shakllarda bayon qilamiz. Shak shubhisizki, Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik.
u ey qavmim Allohga ibodat qilinglar sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir men haqiqatan sizlarning buyuk kunning ya'ni qiyomat kunining azobiga qilishinglardan qo'rqaman dedi qavmning cho'nglari biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz dedi Nuh aytdi ey qavmim men qilchimi gumrohda emasman lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman sizlarga parvardigorimning elchiligini yetkazaman sizlarga nasihat qilaman men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar ular Nuhni inkor qildi Nuhni va uning bilan kemada birga bo'lganlarni qutqizdik oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik shubhisizki ular haqni ko'rishdan dillar ko'r qavm edi Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdiq Hud ey qavmim Allohga ibodat qilinglar sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi uning qavmining iymon etmagan cho'nglari biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi Hud aytdi ey qavmim men ahmoq emasman lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman sizlarga parvardigorimning elchiligini yetkazaman men sizlarga ishonchlik nasihatchiman parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar o'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosari qilganligini vujudinglarni qomatlik bastilik qilganligini yod etinglar sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar ular ey Hud ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi agar rost so'zlaguvchilardan bo'lsang bizga va'da qilgan azobni keltirgin dedi Hud sizlarga cho'qim parvardigoringlarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar kutinglar men bu haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'ladigan azobni kutaman dedi biz Hudni va uning bilan birga bo'lg'uvchilarni ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni talto'kis saloq qildik ular iymon etmagan edi Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik o ey qavmim Allohga ibodat qilinglar sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir sizlarga haqiqatan parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi mana bu Alloh bevosita yaratgan tish tugimi sizlarga mening mo'jizamdir uni Allohning ziminiga qo'yib yetinglar ixtiyoriy o'tilsin uningga ziyon zahmat yetkazmanglar bo'lmasa sizlarni qattiq azob va'da qiladi yod etinglarki o'z vaqtida Alloh sizlarni ot qavmidan keyin ularning o'rinbosari qildi sizlarni hijr ziminiga o'rlashtirdi uning tuzlanglariga imoratlar soldinglar tog'larni teshib uylar yasadinglar Allohning ne'matlarini yod etinglar ziminda buzg'unchilik qilmanglar dedi uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zak qilinganlarga ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga sizlar Solihni uning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi ular biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz dedi haliq takabburlar sizlar agashganga biz hargiz agashmaymiz dedi ular tish tugini bo'g'izildi parvardigorning amrini tutishdan bosh tortdi va ey Solih rostilla payg'ambarlardan bo'lsang bizga va'da qilgan azobni keltirib boq dedi ularga qattiq azob yuzlandi-da ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi ular halok bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va ey qavmim sizlarga haqiqatan parvardigorimning elchiligini yetkazdim sizlarga nasihat qildim lekin sizlar nasihat qiluvchilarni yoqtirmadinglar dedi Lotni ahli Samudga payg'ambar qilib avatdiq o'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayblash yuzasidan mundoq degan edi sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar
bunda qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabinglarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquvchi qavmsizlar. Lotning qavmining birdan-bir javobi: Lotni uning agashguvchilari bilan qo'shib shahringlardan chiqarib etinglar, chunki ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Lotni uning xotinidan boshqa tavba kishilari bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinilar shaharda qilib halok bo'lg'uvchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Gunohkorlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaragan. Madiyan xalqiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozni to'g'rilanglar. Kishilarning narsasini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib, zaminni tuzigandan keyin zaminda gunohlar qilib, buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'ldan to'sgan va u yo'lning egirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilguvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Allah bizning oramizda hukm chiqaruvchi savr qilib turinglar. Allah hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidir.